Assalomu alaykum. Hozir xudo xolasa yangi tushib turgan kottejlarimizga, Baqachorsiga, Husanxonlarda yangi qurib turgan obyektiga qarab ketyapmiz. Xudo xolasa o'sha yerga tom patolog tunuka sohasida nimaiki bo'lsa, hammasini qilib berganmiz. Hozir borib ko'ramiz, xudo xolasa. Qilib bergan joylarimizga o'zi kamdan kam borib ko'ramiz. Hozir mana yangilik, xudo xolasa endi borib hozir syomka qilib bir ko'ramiz, xudo xolasa hammasini. Kimga qiziq bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlasizlar, xudo xolasa. Biz yangi videolarni chiqarishda davom etamiz. Otabek aka qayerga keldik hozir endi? Xo'p, hozir biz Baqachorsidagi 7 Star o'sha loyihasiga keldik. Obyekt juda ham chiroyli. Bu yerda o'tgan yildan beri tunukalar mahsulotlarni beramiz. 8000 kvadratga yaqin o'sha tom patolog mahsulotlarni berib kelyapmiz. Juda ham chiroyli holatda qurilgan bu yerlar. Zo'r. Demak, bu yerda hamma tunukasi metal stroydan kelgan. 100% tunukasi metal stroydan kelgan, xudo xolasa. Taxminan nechtacha uy bor bu yerda? 60 tadan oshiq uy bor. Yana qurilyapti, menimcha. Ha, yana davom etib qurilyapti. 8000 kvadrat tunukka taxminan qancha pul bo'ladi? 8000 kvadrat taxminimizcha bir 500 million oshiqroq pul bo'ladi. Yaxshisidan olishadi bular. Kачествовали zo'r narsalarni olishadi. Uylarni sifatlarini ham o'shaning uchun zo'r qilib qurishgan. Zo'r. Ko'rinishlari ham o'zi, ko'rinishlari ham shu patologlari, turba, tirsak, tom, shu arka tarmoqlari hammasi shu metal stroydan o'zimizning mahsulotlardan kelgan. Patologlari ham, figuralari ajoyib. Ha, buni o'sha bu ham tunuka, o'sha uy mijozli xohishlariga qarab yasab berganmiz. Otabek aka, tunukada yomg'ir yoqqanda ovoz chiqmasligi uchun nimadir qilib ovozni denoiz qilsa bo'ladimi? Yo'qsa ilgari endi bunaqangi narsalar bo'lmagan, endi hozir odamlar didi nozik bo'lib ketgan. Hozirgi holatda shuning uchun ko'p holatlarda mana shu turbani orqasiga hozir yangilik bo'lgan o'sha nima yopishtirib chiqilyapti, shumkani materialini yopishtirib chiqilyapti. Bu ham o'ta injiq odamlarniki qilib berilyapti, lekin bunaqangi xunuk ovoz chiqmaydi. Chiroyli. O'zi yomg'irda ovozi ham o'zi yoqimli bo'ladi. Shunaqa. Endi ayrim joylarda shuni e'tiborga olib aytishyapti, ichiga shunaqa yopishtirib ham bergan holatlarimiz ham bo'ldi lekin. U to'sadimi to'liq ovoz? Ha, to'sadi, ammo ovozni pasaytiradi ancha. Bu xonadonlar 4 qavatli ekan. Ha, 4 qavatli. Lokatsiyasi ham zo'r ekan, tupikda joylashgan ekan. Bemalol o'zi yopib. Lokatsiya juda ham ajoyib. Kechqurun mana shlagbaumni tushirib bilsa, umuman sizdan boshqa odam kirolmaydigan bo'ladi. Bu juda ham tinch mahalla, gaz, suv, svet, umuman muammosi yo'q. Bu xonadonlar narxidan xabaringiz yo'qmi? Ha, narxlaridan xabarim bor. Bu yerda endi planirovkasi har xil, podvalligi bor, podvalsizi bor. $125 ming dan boshlab $250 minggacha bor. Lokatsiya juda ham zo'r, mahalla tinch, yaxshi insonlar ko'chib kelgan bu yerga. Bitta mana bitgan uylarga o'zi ko'chib ham kelishgan. Zo'r. Metal stroyda menimcha bunaqa proyektlar, katta loyihalar bu faqat bu emas, to'g'rimi? Ha, faqat bu emas. Biz Namangan, Andijon, Toshkent, Samarqandgacha birga ishlaymiz, ular obyektlar bilan. Xudo xolasa ularni ham qiziq bo'lsa, men olib borib ko'rsataman, xudo xolasa. Obunachilar ham yoshsa bo'lar ekan. Agar sizga ham qiziq bo'lsa, tunukalarni ishlab chiqarish, ularni o'rnatish jarayonlari qiziq bo'lsa, qaysi lokatsiyalarga qo'yilganligi qiziq bo'lsa, tayyor bo'lganda qanaqa turishi qiziq bo'lsa, yozinglar kommentariyaga. Biz borib obzor qilamiz. Xudo xolasa albatta. Hozir tanishib chiqqanimizdagi katta loyihalarga agar tunuka mahsulotlari kerak bo'lsa, bemalol Metal Stroyga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Narxiga, sifatiga va servisiga bemalol Metal Stroy garantiya beradi. Va eng muhimi, eng katta zakazingizni ham maksimum 3 kunda tayyor qilib berishadi. Tunuka mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu raqamlarga aloqaga chiqing, xizmat etamiz.